Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabıda taharet münasebetlik mezmunlar hakkında toxtulup bugünkü babda mundaqdaydı. Talqayıp ağzın çaqı ötüplam taharet almagan kişi hakkında dedi. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi şu bab koygan tercüme naatbek inçke koyulgan. Bu 209 numaralık hadiste, bu babniki astidagi hadis. Bu hadiste İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi bizge Abdullah ibn Yusuf degan kishi hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu at-Tanisi nomi bilan mashhur bo'lgan İmam Bukharining ustozi bo'lishi kerak. Boshda o'tganda bu kishi dedi bizga Malik xabar bergan. İmam Malik rahmetullahi aleyhi shu. Bu kishi Yahya ibn Sa'id degan kishi. Yahya ibn Sa'id al-Ansari degan ravi shu. Tarjimali o'tgan. Bu kishi Bushayr ibn Yasar, yani Bani Harise cemaatinin azatgardisi bo'lgan Bushayr ibn Yasar degan odamdan Yahya ibn Sa'id rivoyat qilyapti. Bushayr bo'lsa, o'zi ayni vaqtdagi nihoyatda donliq faqih. O'zi nihoyat katta ustozlardan, nurg'un sahobalar bilan uchrashgan, sahobalardan ta'lim olgan. Cümleden mesela Suvayd ibn Nu'man, Rabi ibn Hadis qatarlıq sahabeler bu kişinin ustaz boldumu şulardan köp uçuraşqanda bu kişi hem de. Ülemalar bu kişi baha vergen vaqtida işencilik deb bundaq bahalarını bergen. Hatta İmam Nesai rahmetullahi aleyhi bu kişiye işencilik degan bahalarını bergen. Bu kişinin bir neçe hadisleri İmam Bukhari ve İmam Muslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn Majah qatarlıq hadis ülemalar bu kişinin bir kısım hadislerini o'zining kitoblarini bayon qilib chiqargan, rivoyat qilgan. Bu kishiniki ham o'lib ketgan vaqti taz aniq emas, ammo shu sahobalar davrida yashagan tabiin deyishga bo'ladi-da. Undaqda bu odamga Suvayd ibn Nu'man degan odam xabar bergan ekan. Shu Rasulullohning bir ish izini xabar berganda. Undaqda Suvayd ibn Nu'man kim bu? Sahoba, aniqlan bir sahoba. O'zi Ansarilarninki Aws qabilasidan bo'lgan meşhur sahabe, Medine'de yaşayan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen nurgun siyasi faaliyetlerge katnaşkan, cümlede mesela Rızvan Bey'ti de bu şeyden bu şeyge katnaşkan. Bu kişimi köp hadislerini rivayet kılgan onun üstüge. Mesela bu kişininki bir neçe gazatlar Resulullah'ın katnaşkanlığı rivayet kılınışla birge hem de ilmi cihetten ilpetqa vaqtida İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi mesela bu kişininki hadisini rivayet kılganda bu yana bu kişininki hizmet bo'ladi hamda. Umum jihatdan bu odamninki 7 hadisi var ekan. 7 hadisiniki birsi İmam Bukhari rivayet qilib chiqargan. Mana bu hadis shu. Xo'sh, bu so'zning o'zi kelsak hamda bu kishi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan birga Xaybar jilnisi birga chiqqanda urushqa. Xaybar g'azoti Hijriyaniki 7-yili bo'lgan. Bu Medine'deki şimal rayonu demiş. Şimal rayonu joylashgan Medine'den 160-170 kilometre jiroqliqdagi meşhur bir jilg'a. Bu Yahudilarniki eng cho'ng markazlardan bo'lganda, ayni vaqtida bütün şu Arab yarim orolidagi Xomsi mishadin chiqdi. Bu o'rindan. Bu Xaybarniki Sahba deydigan bir yer borda. Sahba degan joyda bu Xaybarniki Ashrayonniki to'van tarafi hamda. Xaybar asli bir cho'ng bir ishchilig'ining nima ikki bir davanning orasiga joylashgan uzoq ketgan jilg'a, buloqli bor, suvli bor hozirga qadar. Shu jarayonda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan Rasululloh asr namozini o'qibdi. Ondan "Abi oziq-tulikni akilinglar" deb chaqirsa, Rasulullohning huzuriga faqat talqon keltirilibdi-da. Talqonga azroq bir suv quyib, uni bir yo'l qiliblar. Peygamberimiz yedi, pomlap yedi-da endi uni. Bizim yedik. Şu vaqtda endi sham namoziga qo'pab Rasululloh og'zini chaqirdi, biz mi chaqirdik? Namoz o'qi diyor, tartamidi. Bundan biz nimani ko'ramiz degan vaqtida o't pishirilgan tomoqdan tarat olmasimi bo'ladi degan bu kishi hukm chiqib turdi bu hadisdan. Undan boshqa tomoqdan keyin og'zini chaqirish bu bir mustahab yaxshi fazilat. Bu bir muhim avval. Yani birisi bu hadisda o'pchi tomoq yeyishniki zikri bo'layotdi-da. Rasululloh atrofida dem chaqirib kelinglar deb. Chunki sahobaga o'rin Xaybarga kirganga yaqin,
Xaybar shahriga kirdiğanga yaqin bir yerdagi orliqga ya. Sahba degan joy. Mana askarlarning hammasi o'ziniki uyda olib qolgan tamoqlarni birdan non, ikkidan non, masalan, bu narsani o'ttirib shunday qo'ydi. Xo'sh, bismillah deb boshliq bilan, rahbar bilan yeydi. Payg'ambarimiz qo'lini uzdi. Işte yeydi. Mana o'sha tamoq yeyishniki fazilati haqida. Hamda bu 209 hadisdan keyin 210 numurli hadis va bu hadismi yuqorqi bobniki ostiga tizilgan. Bu hadisda İmam Buxoriy rahmetullohi alayhi bizga Asbaq degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb shunday deydi. Asbaq deydi bizga İbn Vahb, Abdullah ibn Vahb degan kishi. Bu bizga xabar bergan dedi. İbn Vahb deydi menga Amr ibn Haris degan kishi. Bu bizga xabar bergan dedi. Bularning tarjimalari necha kun oldin hadisda o'tdi. Bu Amr ibn Haris degan kishi Bukayr degan kishining hadisi var. Bu Bukayr ibn Abdullah al-Ashaj degan kishi o'zi tabiin. Bu kishi Kurayb degan kishidir. Bu ularning tarjimalari boshida o'tgan. Bular Maymunadan. Maymuna Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sevimli ayollardan qabrisi shu Makka kirish yo'lida, yo'lning bo'yida bor hozir ziyorat qilinadigan cho'ng bir o'rin. Bu Abdullah ibn Abbosningki ona taraf hamis bo'lgan bir sevimli ayollarninki, biri payg'ambarimizningki. Xo'sh, bu hadisga kishilarning tarjimali hammasi boshida o'tilgan tarjimalar. Shu yerga murojaat qilsanglar bo'ldi. Endi Maymuna deydi onamiz Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu ayolninki huzurida bir qo'yninki pochaq qo'l oldi qo'lni yeganda shu yerda namoz o'qigan tartanmagan dedi. Bu yerda hamda go'shtning oldi qo'l degan gap. Bu yerda qanday go'sht ekanligi zikr qilinmagan. Shunglashqa bu albatta qo'yning go'sht bo'lishi muqarrar bo'lishi mumkin odatda. Ammo İmam Bedriddin Ayni qanday go'sht bo'lsa deb eskartib qo'ygan, qayd qilib qo'ygan. Chunki Hanifiy mazhabda to'q go'sht yegan odamning tarat ilishi mustahab deb qaramaydi. Ya'niki vojib deb qaramaydi. Ammo Hanbaliy mazhabda vojib deb qaraydi. Shuningdek bu odam qanday go'sht bo'lsa deb yerda shariatda eskartgan. Bugungi darsimiz mushaychi bo'lg'ay va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.